Dilshod aka, xonadoningizga taklif qilgan ekansiz. Bag'oyat xursand bo'ldim. Rahmat, ko'pchilik sizga yangiga vaqt ajratib, shunchalik bizga yordamlasdan. Ha, aka, men sizni adashmasam bir necha yildan beri yaxshi taniyman. Hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Ko'p narsa sizdan ibrat qilib olganman, kerak bo'lsa o'zimga. 2014mi yo qaysi yildan boshlagansiz? Men sizni taniganim 2014 aka. To'ppa-to'g'ri. Bu ishlarni boshlaganimizda 2014-yil edi. Sotib bergansiz, hammasini sizga bo'lsa agar. O'shandan beri mana ko'pchamiz. O'sha yildan beri уже mana shu sohani davom ettirgan ekansiz, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Yana nimalar bu ishga qanaqa qilib nima desam bo'ladi? Bu ishga qanaqa berilib qoldingiz? Ya'ni kirdingiz, bu sohani tanladingiz. Kim sababchi bo'ldi? Yo o'zingizdan o'zingiz xayolingizga keldimi mana shunaqa ish qilib, qanaqa nima desam bo'ladi? Odamlarda bo'ladi-ku, baribir yoshligida men katta bo'lsam, katta fan tanlab qilaman yoki mana shunaqa narsalar yasayman deb baribir yoshlikda bo'ladi. Kimdir masalan doktor bo'laman yoki kimdir militsiya bo'laman, xodim bo'laman deb niyat qiladi. Sizda qanaqa turtki bo'ldi bu sohaga kirishingizga? Yaxshi o'rinli savol berdingiz. Dilshodjon, bu sohaga o'zi yoshligimda men o'zi ota bizning avlodda mana shunaqa har bitta o'sha imkon qadar hammamizda talant tug'ma borda, Allohdan berilgan bo'lib. Mana shunaqa yoshligimda texnikalarga, mana shunaqa har xil lampochkalardan simlar yasab, chiroqlar qilishga, robotlar deymizmi, fantarlar deymizmi, kranlar deymizmi, shunaqalar yasab, keyin institutga kirdim, avtodorожный institut tugatdik, bakalavr, magistr tugatdik. Mana taqazosi bilan mana 2014-yildan siz etdingiz, to'g'ri etdingiz. O'sha yillardan boshlab mana shunaqa har xil dekorativniy fontanlar, домашний водопадlar, puzurkovoy panellar yasab, mashina yo'lga qo'ydik. O'zi bo'lgani yo'q, bu sohani rivojlantirishni o'sha Dubayga borganimizda ham o'sha har xil fontanlarni, har xil yangiliklarni ko'rdik, tomosha qildik, o'rgandik hammasini. Mana keyin Burj Al Arab degan o'sha parus deydi, zdaniyasi, o'shani yasadik. Undan keyin mana shu Makka soatini rivojlantirib, shunga bir Allohdan bir mehr berib, shuni mana 5 yil bo'ldi. Shu Makka soatini yasab, ishlab chiqarib, sotib kelyapmiz xalqimizga va bir nechta davlatlarga eksportdan qildik. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ketyapti, xudo xohlasa. Bo'ladi, yaxshi. Qaysi davlatlarga sir bo'lmasa eksport qildingiz? Xo'p, birinchi davlatimizga Dubayga yubordik, keyin Saudiya Arabistoniga yubordik ozgina, keyin Rossiyadagi Karachay va Cherkesiya degan davlatga yubordik. 5 ta olishdi. Keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga yubordik. O'zbeklar olib ketishdi. Mana hozir endi xudo xohlasa yana boshqa davlatlarga, Qozog'iston, Tojikiston, o'sha Qirg'iziston davlatlariga mana zakazlar tushyapti. Xudo xohlasa nasib bo'lsa o'shalarga ham yuborish niyatidamiz. Mana Dilshod aka, buni men hozir ko'rishimda mana shu Makka soatida olsangiz, mana sizlarga ham ko'rsataman. Mana shu soatimizni qo'l mehnati juda ham oson emas menimcha yasashiga, adashmasam, chunki men hozir to'g'risini aytaman, mana kadr orqasidan turib, o'zimcha fikrimda bu tipa mozaika deb o'yladim, to'g'risini aytaman, mozaika deb o'yladim. Shunaqa qilib yasaladimi Dilshod aka yoki-da qanaqadir buni yo og'irligi bormi, o'ymakorligi bormi, qanaqa mehnati ketgan bu narsaga? Ya'ni necha kunda tayyor bo'ladi? Yo 1 soatdami yoki 2 soatdami? Qanaqa tayyor bo'ladi bu? Shu haqida ozgincha ma'lumot berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Dilshodjon, bu soatimizni hozir siz ko'rib turgan modeli, bu modeli 2025-yil bitgan model. Lekin bu soatda 2019 masalan asos solingan bo'lsa, 2019dagi soat bilan bu 2025-yildagi soatda tubdan farq qiladi. Boshida bu soat o'xshamagan, albatta
bu o'sha Makkadagi soatni butun hamma chizmalari, rasmlari deymizmi, har qanday orqasidan, tepasidan, oldidan, o'ng tarafdan, yonidan har bitta detalini, ko'rinishini, qanaqa razmerlarini, masshtablarini, kelib chiqishini, ularni qanaqa qilingan, nimadan yasalgan uni hammasi, qanaqa razmerda bir-biriga nima deydi, har bitta detalni o'zining razmeri bo'ladi-da. U detalni razmeri sal katta kichik bo'lib qolsa, bu Makkadagi soatini ko'rinishini bermaydi. Bu Makkadagi soatni yasash bu faqat pul uchun yoki bo'lmasam biznes uchun yasalmaydi. Buni yuragingizdan, bu biznesda yuragingizdan nima deydi, Alloh tomonidan berilgan bir ishtiyoq deymizmi, talant deymizmi, o'sha narsa bo'lmasa bu soat kelib chiqmaydi. Pul uchun qilinmaydi. Bu soat boshida o'sha haqiqatan mehr yuragidagi bir yuragingizdan bir parcha go'shtni berib yasamasangiz, bu soat o'xshamaydi. O'shaning uchun mana bu soatni bizdan yasab kelib, non tuzimizni yeb, o'rganib ketganlar ham bo'ldi, lekin bu soat yana qaytaraman, pul uchun yoki biznes uchun, pul topish uchun yasasa o'xshamaydi. Bu soatni o'sha yuragingizdan bitta parcha qanaqadir bir mehr berib yasamasangiz, o'shanda bu soat o'xshaydi. Keyin nima demoqchidim, bu Toshkent bo'yicha qancha do'konlarda bilan shartnomangiz bor? Ya'ni bizda Toshkentda ko'p do'konlarga ham berganmisiz? Men bilganim Minor metroni ro'parasida burchakda ko'rdim do'konda. Bir akamizga sovg'a olgani kirdim. Kirsam xuddi shu soatingizni, ya'ni kichkina holatda turgan ekan. O'sha yerda sotilayotgan ekan. Siz ham ya'ni shunaqa do'konlarga shartnoma qilib, bu narsani faqat siz olib kirganmisiz O'zbekistonga yo boshqa joydan ham olib kelishadimi? Ya'ni bu g'oyani imini bu soatni bizda endi bo'ladi, qo'pol qilib aytganda o'g'irlashadi dizaynni, masalan xitoyliklar boshqa brendni o'g'irlasa, siz ham xuddi shunaqa narsa qilib olganmisiz buni e'tibordan ko'rib? Bu soatni maqtanish emas, hammasi Allohning fazli bilan bu soatni nafaqat O'zbekiston bo'yicha, balki O'rta Osiyoda desak ham adashmasa kerak, mening fikrim bo'yicha birinchilardan bo'lib o'sha biza jamoa bilan yasaganmiz. Bu soat o'zingizlar yasagansizlar. Boshqa davlatlarda bo'lmagan oldin, masalan Xitoyda bunaqa soat bo'lmagan, yo bo'lmasam boshqa qanaqadir davlatlarda bu soat qilinmagan. Faqat siz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. O'zbekistondan shu aytganingizdek Amerika, keyin yana qaysi davlatingiz, Rossiyaga dedingiz, Dubayga jo'natgansiz. Ya'ni bu soatda, ya'ni bu soat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Toshkent shahrida. Chunki bizdan oldin men bu soatni ko'rmaganman. Endi shu yildan beri ishlayapmiz, odamlardan eshitamiz, ko'p narsani informatsiya berishadi, chunki bizdan oldin bu narsa bo'lmagan. Lekin afsuski yugurib ko'rmaysiz bo'lmaydi deyishadi. Menga kelib shu narsani, shu ilmni, shu hunarni o'rganib turib, bizning roziligimizsiz yasayotganlar ham bor. Xo'p. Bu soatni, bu Makka soatimizni hozirgi kunda ota-onasi umridan kelayotganlar, tug'ilgan kuni bo'layotgan insonlar, otasiga, onasiga, yaqin qarindoshlariga, tanishlariga, nima deydi, hamma narsasi bor hayotda. Hamma narsasi bor-ku, lekin bir shunaqa ajoyib bir hech kimda yo'q narsasi xohlaydigan insonlar kelib soatni xarid qilishyapti. Funksiyalarga keladigan bo'lsak, bu soatimizni birinchidan 5 nafar azon chaqiradi taxmin bo'yicha. Keyin smartfon orqali Qur'on tinglash funksiyalari bor bu soatimizni va 16 xil svetlar majmuasi bo'lib, u pultdan hammasi boshqariladi va 3 taraflama oldi, o'ng tarafi, chap tarafi aniq ishlaydigan jihozlar bilan, mexanizm bilan jihozlangan Makka soati. Buni necha xil razmerlari bor aka? Bu soatimizni hozirgi kunda eng kichkinasidan boshlaydigan bo'lsak, 1 metrgacha bo'lgan razmerimiz bor. Keyin 1.27 sm balandlikdagi razmerimiz bor. 1.87, ya'ni 2 metrgacha deymiz bu razmerimizni va eng kattasi mana ko'rib turganingizda 280 sm, ya'ni 2 metr. 3 metr. 3 metrgacha bo'lgan razmerimiz bor.
Va hozirgi kunda eng oxirgi modelimiz soatni bosh qismini o'zini yasadik. Bosh qismini o'zi 3 metr bo'ldi. Ya'ni agar bu soatni zdanyasini yasagan bo'lsak, общий balandligi 7 metr bo'ladi. Bu soatni bitganiga endi 1 hafta bo'ldi. 3 metr bitganiga 1 hafta bo'ldi. Bu soatimizni bosh qismini o'zi 3 metr. Ya'ni agar u soatga zdanya yasagan bo'lsak, общий soatni balandligi 7 metr bo'ladi. Hozir ko'rsak bo'ladimi shu soatlarni qilgan mehnatingizni? Marhamat ko'ramiz. Mana boya aytgan soatimizni modeli, mana marhamat. Bu soatimizni mana bosh qismini o'zi 3 metr balandlikda bo'ldi. Boya aytib o'tilgan 7 metrli soatimizni mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu soatimizni mana bosh qismini o'zi 3 metr balandlikda ishlab chiqarilgan bo'lib, bu eng qiziqarli joyi Makka soatidagi haqiqiy Abraj Al-Bayt soatini ichida turgan model, birga bir modeli bilan razmeri почти bir xil. Bu Makka soatimizni, ya'ni bu modelni eng qiziqarli tarafi shundaki, ya'ni buni razmer jihatdan oladigan bo'lsak, ayni o'sha Makka shahridagi haqiqiy 601 metrga balandlikdagi Makka soatida, ya'ni mana observatoriya muzeyi qismida turadigan Makka soati modeli bilan razmeri bir xil почти. Bir xil va ko'rinishi ham masshtab jihatdan Makka soatiga juda ham yaqin bo'lgan. Detalli olgan qismimizda har bitta detallari shu Makka soatiga juda ham yaqin, juda ham o'xshash, masshtab bo'yicha juda ham ayni va yaqinlashtirilgan model hisoblanadi buni. Endi bu Makka soatimizni ishlab chiqarish oson emas. Ya'ni har bitta detalini, har bitta masjidga mana gumbaz bo'ladimi, korona qismi bo'ladimi, mana bu yerga Makka soatini strelkalari, mana bu siferblatlari, har bitta nuqtasi, har bitta detali o'sha Makka soati bilan solishtirib, masshtab bo'yicha hammasini masshtab jihatdan yaqinlashtirilgan varianti bo'lib, har bitta detali lazerda, ya'ni lazer stanokda kesiladi. Lazerda kesib, mana shogirdlarimiz. Ya'ni qo'l mehnati demoqchisiz, to'g'rimi aka? Ha, Hammasi qo'l mehnati yasalgan bo'ladi. Mana lazerda kesiladi va detallarini yopishtirib, kleyib, qotirib, mixlab chiqiladi hammasi. Mashalloh alaykum. Men shu qo'l mehnati bor va juda ham yaxshi ko'raman qo'l mehnati. Aziz do'stlar, bilasizlar, qo'l mehnati juda ham qiymati baland yuradi. Chunki bunga ko'zi ketadi, ko'zi nuri ketadi. Har bitta soatda yoki har bitta mehnatda o'ziga yarasha ancha nimasi bor. Buni hamma biladi, menimcha Dilshod aka bu narsani. Albatta. Shunaqa deng, bu necha metr dedingiz? Bu Makka soatlarimizni bo'yi, общий bo'yi 280 metr bo'lib, ya'ni jami 3 metr desangiz ham bo'lar ekan, 20 metrgacha bo'lib, hamma funksiyalari mavjud. Lekin buni hozir gapingiz bo'ldi, buni egalari bor, o'sha sotilib ketib bo'ldi bular. Mashalloh. Egalari kelib olib ketsa bo'ldi. O'sha tayyor bo'lgan, o'sha sotilib bo'lgan, ha? Mashalloh. Mana bu Ko'rdinglarmi aziz do'stlar, shunaqangi soatimiz o'sha sotilib bo'lgan ekan. Xudo xolisa, kim olgan bo'lsa ham, ruxsat berasizmi? Olgan odamlar bo'lsa, chaqirsangiz, xudo xolisa borib video qila olamiz, ha? Uylariga borib. Mashalloh. Dilshodjon, mana shu soatimizni ham mana yasab bo'ldik. Buni endi tegi qoldi, adashmasam. Yo'q, bu o'sha Makka soatidagi Abraj Al-Bayt muzeyidagi bilan birga bir, agar ko'pchilik endi hozir borishadi, ko'rishadi, muzeyga kirib aylanishadi, o'sha yerga borsa xuddi shu razmerda, xuddi shu birga bir qilib ishlangan variantda, chunki har bitta strelkalari, gullari, bu yerda berilgan naqshlari hammasi birga bir, mana soat atrofidagi naqshlari har bittasini addi-addi qo'l mehnatda qo'yib chiqilgan bular. Misol uchun bir xil o'ylaydik-a, bu oddiy yasab qo'ygan deydi. Lekin uni yaqinroqdan kelib ko'rgan odam o'zi biladi qo'l mehnati bilan yasalganligini. Borgan odam, ko'rgan odam albatta buni ayni shu soatda o'zi o'xshashini his qiladi, yuragida his qiladi. Va bu soatda olgan mana bu
bu soatda biza 25-26 iyun kuni Expo markazidagi Yunusoboddagi Expo markazida qatnashib berdik. Umra haj 25-26 iyunda Umra haj safari yuzasidan xalqaro ko'rgazmada bu soat qatnashdi va sotilib ketdi. Juda ham bir yaxshi Makka soat Makkaga borgan, Makkaga bir juda ham ixlosli, taqvoli, ixlosi baland akalarimiz buni Hoji akalarimiz sotib olishdi. Maşallah. Xudo xolasa yaqinda o'rnatib beramiz uylariga borib. Maşallah. Buni tegi yo'q endi shu bilan. Yo'q. Tipa mana bu 3 metr deyapsiz-ku, shu bilan yonma-yon bo'lmaydi, Bu bunaqasi. soatda mana shu ko'rinishi bo'ladi. Chunki sababi o'sha Makka soatdagi muzeydagi imenda o'sha ko'rgan, hamma havas qilgan, yo'q. Borganlar bilar ekan-da, значит, Makkaga borganlar. Hamma orzusidagi soat desa ham bo'ladi bu narsani. Ayni o'shaning kopiyasi bu. Maşallah, zo'r chiqibdi lekin. Buni tegi qanaqa bo'ladi? Bu oyog'i yuradiganligi bo'ladimi yokida yerga shunday qo'yib qo'yiladimi buni prosta yoki qanaqami? Bu hozir mana bu hozir Vaqtinchalik turibdi. Hozir ba'zi tumbada turibdi. Agarda endi kim o'sha masalan sotib oladigan bo'lsa, uyiga qarab formasini, ranglarini moslab qilib beramiz. Balandligidan kerak bo'lsa moslab qilib beramiz hammasini. Tushundim. Aziz do'stlar, juda ham chiroyli ishlagan ekanlar akamiz. Nimaga bunaqa joyda ovozlar deb o'ylashinglar mumkin, savol kelishi mumkin yoki kommentar yozishinglar mumkin aziz do'stlar. Bu xonadonlarda o'zlari kichkina qiziqqanlar uchun mana shu narsani, sohani tortib ketyaptilar. Shu necha yildan beri shu sohada o'zlari qo'l mehnati, qo'l ishlarini yaxshi ko'rganlari uchun mana shu ishni qilyaptilar. Shuning uchun xonadonlaridan o'zlari chiroyli qilib mana shunaqa bitta xonani shunaqa narsalarga nima desam bo'ladi? Bag'ishlab, Ashikotda o'zimizni imkon qadar qo'ldan kelgancha, ya'ni qilyaptilar. Shopping center qilib, showroom qilib qo'yganmiz. Ya'ni keladigan, ko'radigan. Bu endi misoljon bu soatlarimiz yana bitta narsa fotoda, videoda buni ayni o'zini ko'rish imkoni yo'q mijozlarimizda. Buni haqiqiy kelib ko'z bilan ko'rmaguncha bu soat haqida ta'rifga ega bo'lish qiyin, oson narsa emas. Albatta hamma narsani aytganingizdek rasmda, videoda baribir boshqacha bo'ladi. Живой kelib, ko'zi bilan ko'rib, ko'zi bilan masalan har bitta narsani yaqinroq ko'rsa, baribir boshqacha ko'rinadi. Rasm baribir rasm, video baribir video. Buni hozir ko'pchilik ko'rayotgan bo'lsa, buni yonmagan bu mijozga keltirgan tayyor qilib упаковка qilib qo'yganmiz. Urab qo'yganmiz. Bunda ham svetlari bormi? Bunda ham svetlari bor. Ichkaridagi hozir Makka soatimizni ko'rsatamiz, uni qanaqa yonishini. Bu hozir klientga tayyor bo'lganligi uchun bu o'chib turibdi. Hozir ichkariga kiramizda, ichkarida simlarni hali ulamaganmiz. Ichkariga kirganda hozir ko'rsatamiz. Birma-bir qaysi biri qanaqa yonishi, necha xil yonishi har bittasini ko'rsatib o'tamiz. Ichkariga marhamat. Qani ketdik. Hozirgi tashqariga ko'rsatganimizni uch varianti, bu yongan varianti. Bu har bittasi o'sha mana oydan boshlab tog'ni shpiligacha Alloh ramzlari, buni har bitta detal yonishlari har bittasi xuddi shunaqa yonadi. 16 xil svet bilan har xil, misol uchun aslovni yashil rangga urg'u berganmiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham yashil rangni yaxshi ko'rganlar. O'shaning hisobiga yashil rangga ko'proq urg'u berganmiz. Shu gumbazlarini yonishi, keyin ranglari almashishi, har bitta o'sha ranglariga alohida e'tibor berib qilingan. Mashalloh, chiroylarini qarang, chiroyli yonishini. Bu yerda kalimalari, mana kalimalarga har bittasiga urg'u berilgan. Bu yerda nima yozilgan hozir? Nima kalima yozilgan? La ilaha illalloh deb yozilgan bu yerda. Muhammad Rasululloh deb yozilgan. Keyin bu yerda mana payg'ambarimizning ismlari, bu yerda yo'llarida mana Bakova korona anaqalarida har bittasida alohida e'tibor berilgan. Shuni ko'rsanglar bo'ladi mana xohlasa. Mana bu yerda Alloh 99 ta ismlari ham bor. Bu yerda Allohning ismlari, payg'ambarimizning ismlari yozilgan qilib o'zimiz отдельно bir yangicha anaqada qiluvdi, yondashib ishlab chiqardik buni.
Xudo xohlasa Agarda kelgan masalan- mavzu kelgan bo'lsa, hammaga shunaqa qilib beramiz. Ha, yana bitta savol beraman. Agarda masalan kimdirlar so'rasada, Alloh 99 ta ismini yozib bering desa, yozib ham beraverasizlar, to'g'rimi? Xudo Mana xohlasa, masjidga. Xudo xohlasa o'shani qilib beramiz. Kimga aniq ma'qul kelsa. Maşallah. Azizlar, bu qo'l mehnati. Men o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman qo'l mehnatini. Gap yo'q ekan. Bir xil aytish mumkin, menga pasiga ham yonadigan qilib beringlar. Shu palma bilan qilich bo'lsin, qilich ham yonsin deydiganlarga ham xuddi mana shunaqa variantda ham qilib beraveramiz. Men savol beraman aka, palma bilan qilich aytdingiz-ku. Shu nimani ramzini bildiradi qilich bilan palma aka? Bu savolingizga men javob beraman. Ya'ni bu palma bilan qilich bu Saudiya Arabistonining davlatini ofitsialniy simvoli bo'lib turib, ya'ni bu xurmo daraxti bo'lib, ikkita mana qilich qilingani bu o'sha Saudiya mamlakatini qilich bilan juda ham qattiq himoyalangan deb e'tirof qilinadi bu. Bu yon tarafda ham naqshlari bor ekan, shuni ham aytib o'tsangiz. Bu imkon qadar islom dini bilan bog'langan bo'lib turib, mana 8 burchakli mana shu har bitta naqshlari albatta o'sha Saudiya Arabistoni bilan bog'langan, o'shalar Saudiya Arabistonini millatiga mos naqshlar bilan jihozlangan. Aziz do'stlar, kimga qanaqa mana shunaqa soatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Shaxsan bir shotgan o'zlarining nomerlarini tashlab ketamiz, yozib qoldiramiz aziz do'stlar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizni shu joyda tugatishiga ruxsat bersanglar shu joyda yakunlaymiz aziz do'stlar. Xudo xolasa yana boshqa safar chiroylikkina qilib, yana ham sizlarga ochiq oydinlik qilib Bizani soatlarimiz haqida ishlangan rolikka tomosha qilgan hamyurtlarimizga jamoamiz nomidan tashakkurlar bildiramiz va o'z xonadoningizda, yaqinlaringizda, xonadonlarida mana soatni buyurtma berish istagida bo'lgan hamyurtlarimizga, do'stlarimizga kontaktlarni hammasini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berib kelishingiz mumkin. Hammaga kutib qolamiz. Rahmat.